Boshliq, nimasi? Kichikkina motoga bir abduz odamni chiqarib ta'til yo'nalishi kelayotganini menga atrab ko'kla. Hey, to'xta. Hey, matrab to'xta. Hey, to'xta. Voy. Ha, ukam men motorni turmush tutmay qoldi. Nega kiramizlar? Yaxshimsiz? Bu turmuzi yo'q motoga liqqida balni besib elib, ta'til yo'nalishida qalpoqmi kiymay kelyapsiz aka. Xapamay kinishki rasmiyatlaringizni chiqarib tekshirishga moslashamsiz. Voy ukalarım bu minginim motosiklet tutup bunun rasmiyatga tamta kinishki binasa. Bir abduz balni chiqarib elib, qalpoqni kiymay yo'lni ta'til menib kelganingizdan qaraganda kinishkingizmi yo'q deyli. Bu mashinalarning nimada hamiz ta'til qildiganda desam, asli men ta'til yo'nalishga ketdim emasman. Shundan mağdınız. Şunlan motodan. Nima degan xatarlik? Hey aka, qatnash bexatarlik sabatlarini yezi kentlarga so'zlab mengyapmiz bu. Sizning pravosiz moto haydigingiz yetmagandek, bu bir motoga 5 yilni chiqib elib, hech qaysilarda qalpoq yo'q. Yeni ta'til yo'nalishini minib kelganingizni qarang. Mushunda vaqtda to'ysiz qatnash hodisasi yuz berib qolsa qanday qilasizlar? Shu dadamga muallim bizni yo'lni o'ng qo'l tarafida manglar degan desam, motorni mushunda qaydaydi. Ha, ufkam kichik olgan gapni og'zimga keldi deb darvurtgan. Men cho'g'ga mangama ballini, orliq yo'q olmaganiga bundalam o'tib ketamiz deb men o'satdi biz. Dada, ibay qalpoqni kiyib olib desak, bu tavuzning shapkasini kiymasak ham bu degansiz. Ufkam bu kichik olgan qalayimqon gapni qaraverdi. Men degan anglab ufkam. Men qarang aka, pravsiz qatnash vosita haydash qonun xilof. Motosikletni normadan ortiq odam selish, qalpoq kiymay motosiklet haydash o'zimizning ham boshqalarningki hayotiy bexatarlikka berib chetildi. Uning ustiga siz taqa ta'til yo'nalishini menib kelibsiz. Ufkam shu menning qo'limda pravo bo'lmagan ekan. Qaysi o'ng, qaysi so'l uqmay menga o'ribdimi? Ham bexatarlikda deb o'ylamabdimi? Men atalam bir pravoga tizimlatib, qatnash bexatarlik bilimlarini yaxshi egallab, o'rganib, andi yo'lga chiqay. Qatnash bexatarligida har biraylarning o'rtaq mas'uliyati bor. Qatnash bexatarlik bilimlarini yaxshi o'rganib, o'zimizning va boshqalarning hayotiy bexatarligiga ko'ngil bo'laylik. 快手，拥抱每一种生活。